xizmat qiladi. Bugun biz tarix maydoni ko'rsatuvida Sohibqiron Amir Temur vafotidan keyingi jarayonlar, taxt vorisligi haqida studiyaga taklif etilgan bir qator ekspertlarimiz bilan birgalikda so'z yuritamiz. Amir Temur o'zidan keyin qanday davlat qoldirdi? Bu mamlakatning hududlari, kuch-qudrati, jahon siyosiy maydonidagi o'rni qanday edi? Amir Temurdan bizga qanday davlat meros qoldi deganda, avvalambor Amir Temur xalqni ozodlikka olib chiqqan shaxs. Biz asrlar davomida demak o'sha mo'g'ullar istibdodida xalqimiz demak ularning jabr zulmida ancha vaqt ezilganini va mana shu xalqni endi yorug' kunlari, ozod kunlarga erishishga umid berdi. Ya'ni bu mas'uliyatni o'z bo'yniga oldi. Mana shu xalqni avvalambor erkini qaytarib bergan shaxs. Bundan tashqari chegaralarni aytadigan bo'lsak, o'sha g'arbda O'rta Yer dengizigacha, sharqda Xitoy hududlarigacha, shimolda demak Oltin O'rda, Moskva hududlarigacha va janubda o'sha Hindiston va Fors qo'ltig'igacha bo'lgan hududlarni o'z ichiga olgan ulkan bir mamlakat, imperiya yarata oldiki, tarixda bunday imperiyalar juda ham kam. Biz faxrlanishimiz mumkinki, bizning hududlarda, bizning tariximizda mana shunday buyuk bir davlat va imperiya bo'lgan. Tarixda barcha mamlakatlarda ham bunday buyuk shaxslari yoki bo'lmasam bunday buyuk tarixlari yo'q. Va Amir Temur nafaqat harbiy sarkarda, oqil hukmdor, adolatparvar, ya'ni Qur'oni Karimni ham, diniy masalalarni ham, shariatni ham barcha sohalarda o'zining demak mukammal davlat rahbari ekanligini isbotlagan. Nafaqat o'sha davlat ishlarida emas, balki ilm-fanda, o'sha biz bilamiz, bugungi kungacha biz faxrlanadigan, biz demak o'sha buyuk bir imoratlarimiz bizga meros bo'lib qolgan. Ya'ni eng mashhur o'sha asarlardan biri Temur tuzuklari. Aynan mana shu Temur tuzuklari bugungi kunda ham yoshlarimiz uchun nihoyatda muhim ahamiyatga ega. Ya'ni mana shu har bir yigit qizlarimiz albatta o'zlarida o'sha sevib o'qiydigan kitoblarga qo'shib albatta o'qishi shart bo'lgan kitoblardan biri sifatida e'tirof etaman. Rahmat. Biz dasturimizning avvalgi sonlarida ham Amir Temurning harbiy salohiyati, uning sarkardalik faoliyati, davlatchiligi, umuman uni mana shu amir sifatida olib borgan siyosiy tuzumlari haqida ko'p bor gaplashdik, lekin uning aynan vorislari haqida hozir to'xtalmoqchiman. Amir Temur davrida taxt vorisligi qanday omillar asosida belgilangan? Qanday qonun qoidalar yoki qanday nizomlar asosida taxt vorislari belgilangan? Qanday davlatda? Marhamat. Meni fikrlarimga keladigan bo'lsak, Amir Temur har bir davlat ahamiyatiga molik bo'lgan ishni albatta kengash va mashvaratda hal qilgan. Va mana shu eng muhim masala taxt vorisini tayinlash haqida kengash yoki mashvarat o'tkazmagan. Ya'ni o'limi oldidan o'sha vasiyat qilayotganda u nimalarga e'tibor bergan deb qaraydigan bo'lsak, shaxsiy fikrim, Amir Temur har doim men mushkul ahvolda qolganimda yoki bo'lmasam o'zim qaror qabul qilishim kerak bo'lgan paytlarda men demak shariatga yuzlanardim. Ya'ni shariatga ko'ra albatta Jahongir Mirzo bu to'ng'ich farzand va to'ng'ich farzandi endi vafot etib ketgandan keyin qonuniy, ya'ni shar'iy jihatdan qonuniy haqdor shahzoda bu Pir Muhammad. Aynan men mana shu tomonlarni hisobga olgan, inobatga olgan va bunda qolgan o'g'illarimda e'tirozi bo'lmaydi degan fikrga, xulosaga kelgan bo'lishi mumkin. Chunki Amir Temur nimaga nabirasiga taxt vorisi etib tayinladi? Nabirasini taxt vorisi etib tayinladi. Qolgan 3 ta o'g'illari bor edi-ku. Qolgan 3 ta o'g'illariga ishonmasmidi yoki bo'lmasam qolgan 3 ta o'g'illarda bunday salohiyat yo'qmidi degan savol tug'iladi. Aynan nabirasini tanlagan joyda. Demak, shu nuqtai nazardan, o'sha shariat nuqtai nazardan demak haqdor shahzoda tanlangan, ya'ni Pir Muhammad. O'sha taxt vorisi qanday bo'lish kerak yoki hukmdor qanday bo'lish kerak deganda Amir Temurda fikrlar bor. Birinchi o'rinda hukmdor sog'lom bo'lish kerak. Jismonan sog'lom, barkamol bo'lish kerak. Ikkinchi o'rinda u alohida e'tibor qaratadigan u jangovar qobiliyatga ega bo'lish kerak. Qilich tuta olmaydigan, qo'shinni jangga boshlay olmaydigan hukmdor davlatni tanazzulga olib boradi. Demak, bu jihatdan ham demak Pir Muhammadning jangovar qobiliyatiga, demak uni iqtidoriga katta baho bergan. Bundan tashqari mana qolgan o'g'illar Umar Shayx Mirzo
Mironshoh Mirzo yoki Shohrux Mirzo. Mana tarix guvoh bo'lgan eng kenja farzandi Shohrux Mirzo o'g'illari ichida eng munosib bo'lib chiqdi. Ya'ni o'sha Amir Temurni davlatini, hukmdorligini saqlab qola olgan, yaxlitligini saqlab qola olgan, tutib tura olgan o'g'il sifatida chiqdi. Bunda nega qolgan o'g'illari bu ishni qila olmadi deganda, Shohrux Mirzo baribir kenja farzand bo'lgan va kenja farzandga Amir Temurda o'sha hattoki Shohrux Mirzoga ham, Ulug'bek Mirzoga ham mehri, muhabbati boshqacha bo'lgan. Va uni o'sha o'ziga eng yaqin bo'lgan hududga suyrg'ol qilib hokim etib tayinladi. Ya'ni hudud nuqtai nazaridan qaraganda Xuroson va o'sha Mozandaron hududlari Mo'ron nahriga qo'shni va eng xavfsiz hududlar edi. Ya'ni kenja farzandini qaysidir ma'noda balki ayash ma'nosida yoki o'zi yordam berib turish ma'nosida, katta o'g'illarni yoki o'sha jangovar qobiliyati yaxshi, iqtidori yuqori o'g'illarni chegara hududlarga, ya'ni xatarli hududlarga joylashtirdi. Demak, bu nuqtai nazardan ham o'sha Amir Temur aslida barcha o'g'illariga ishongan. Lekin o'g'illari o'sha e'tiroz bildirmasligi yoki bo'lmasam norozi bo'lmasligi uchun mana shunday qaror qabul qilgan va bunga o'sha vasiyati paytida ham hech kim norozilik bildirmagan. Barcha sarkardalari, barcha demak ayonlari, kerak bo'lsa o'sha barcha o'g'illarning vakillari ham bunga e'tiroz bildirishmagan. Qo'shimcha fikr aytsam, haqiqatdan ham Mironshoh Mirzo o'g'illarida ichida eng ko'p o'sha sharobga ro'kich qo'ygan, maishatga berilgan o'g'illar qatorida sanaladi. Aynan o'sha g'arbiy viloyatlarga hokimlik qilganda u demak maishatga, o'sha davlat ishlariga qaramasdan demak kunni bazmu jamshidlarda o'tkazishga va G'aznani bo'shatib qo'yishga olib keladiki, o'sha Xonzoda begim bir kuni xazinaga kirganda deydi, Samarqandga yuboriladigan o'lpon yo'qda tursin deydi, demak qo'shinga, sarkardalarga va ahli ayonga beradigan oylik maoshlarni ham yeb bitirayotganini ko'radi. Va bu haqda o'sha Amir Temurga demak xabar berganda, Amir Temur demak o'sha holatda jahl ustida hattoki o'limga hukm qiladi. Lekin o'sha butun o'sha vazirlari, ayonlari demak fikrini inobatga olgan holda farzand kush nomini olmaslik uchun demak bu qarordan qaytadi deb xabar beradi. Aynan mana shu voqeadan keyin Mironshoh ham otasini ishonchini qaytadan qozonish uchun o'sha faol diplomatik munosabatlar qilishga harakat qilib, otasiga o'zini yaxshi ko'rsatishga, yaxshi tomonlarni ko'rsatishga harakat qiladi va biz bilishimiz mumkin o'sha katolik oqimining homiysi nomini oladi Mironshoh. Aynan o'sha Yevropa bilan munosabatlarda, diplomatik aloqalarda keyinchalik o'sha Mironshohda faol bo'lganligini ko'rishimiz mumkin. Yaxshi, biz aynan Sohibqironning o'limidan keyingi taxt vorislariga nomzodlarning bir jihatini haqida gaplashdik-da. Endi ikkinchi bir jihat bor. Xalq, ya'ni aholi ko'proq kimni qo'llab-quvvatlardi, kimni yoqlab chiqardi, misol uchun. Shu haqda ham fikrlar bo'lsa. Marhamat. Hozirgi savolingizni o'zi davomi bo'ladi. Nima uchun parchalanib ketdi degan savol qo'yildi. Aslida parchalanib ketmadi, ya'ni o'sha hududlar Temuriylar qo'l ostida qoldi, faqat markaziy hokimiyat yo'qoldi. Ya'ni markaz alohida bo'lib ketdi va suyrg'ol hududlar alohida boshqarila boshlandi. Endi Amir Temur markazlashgan davlat barpo etdi. Amir Temurni markazlashgan davlat barpo etishida uni shaxsiyati alohida o'rin tutadi. Uning demak qattiqqo'lligi, kerak bo'lganda o'rinli joylarda shafqatsizligi, o'sha shariatga qat'iy amal qilishi, adolat peshaligi, qo'shinga demak alohida e'tibor berishi va albatta Amir Temurning barcha o'g'illariga alohida hududlar ajratib, qaysidir ma'noda davlat ishini o'rgansin, xuddiki menday o'sha sinovlarni yengib o'tsin degan maktab shakllantiradi. Bu barcha davlatlarda kuzatiladigan jarayon. Men bir narsadan xursand bo'laman. Mana juda ko'p davlatlarda, imperiyalarda hali demak podshoh tiriklik paytida valiahd shahzodalar odatda isyon ko'tarish holatlari tez kuzatilib turgan. Amir Temur davrida mana shu narsa kuzatilmagan. Ya'ni biror bir o'g'li Amir Temurdan to'g'ridan-to'g'ri taxtni talab qilmagan yoki tortib olishga urinib ko'rmagan. Ya'ni bunda o'sha Amir Temurni shu darajada
kuch qudrati namoyon bo'ladi. Har bir qo'shin sarkardasi yoki qo'mondonlari yoki har bir o'g'li Amir Temurni shaxsiyatidan nihoyatda qattiq qo'rqishgan. Amir Temur ham aynan o'g'illarini nazorat qilish uchun o'g'illariga har bir otaliq tayinlashda, ularni sarkardalarga, ularni qo'mondonlarga demak o'zi tanlovi bilan, o'zining tavsiyasi bilan biriktirib bergan va o'g'illarni doimiy ravishda mana shunday faoliyatni kuzatib borgan. Shohrux Mirzo aytdik, uzoq vaqt hukmronlik qiladi va qolgan o'g'illardan ajralib chiqa oldi. Aynan Shohrux Mirzo ham hokimiyat tepasiga kelgandan keyin u Amir Temur davridagi barcha hududlardagi amirlar va beklar, sarkarda qo'mondonlarga ishonchsizlik bildirib, ularga tanqidiy yondashib, ularni hammasini almashtirib chiqadi. Ya'ni u ham o'zining nabiralarini, yaqinlarini, ishongan insonlarni qo'yib chiqadi. Bu o'zi davlatchilikda hamma mamlakatlarda kuzatiladigan holat. Aynan o'sha shahzodalar atrofidagi insonlarning, ya'ni shahzodaga qay darajada yon bosishi yoki bo'lmasam uni qaysi ma'noda to'g'ri yo'lga boshlay olish ham bu yerda muhim rol o'ynagan. Chunki kuzatishimiz mumkin, o'sha valiahd shahzoda sifatida tayinlangan Pir Muhammad o'z vaziri tomonidan o'ldirildi. Ya'ni Pir Ali Toz tomonidan. Mana shu nuqtai nazardan demak, Pir Muhammadni hokimiyatida yoki bo'lmasam Pir Muhammadni siyosiy elita tarkibida unga muxolifat guruhlar bo'lgan. Ya'ni Amir Temur alohida aytadi, o'sha qo'shinga sarkarda tayinlashda, o'ziga vazir tayinlashda nimalarga e'tibor qaratish kerakligini yozib qoldirgan. Demak, o'g'illari baribir Amir Temur bosib o'tgan yo'lda bosib o'tmaganligi uchun baribir shahzoda bo'lishiga qaramasdan Amir Temur qaramog'ida va Amir Temurning demak soyasida ular ulg'aydi. Vaholanki o'sha vazirlar va qo'mondon sarkardalar o'g'illariga Amir Temurga bo'lganchalik munosabatda bo'lmagan. Ya'ni o'g'illari haqiqatdan ularda ishonchini yoki bo'lmasam ularda hurmatini bu darajada qozona olmagan deb o'ylayman. Marhamat. Aynan o'sha vaziyatda Mo'ron Nahr va Xuroson aholisi ham Shohruxga yon bosgan. Sababi Shohrux o'zini aka-ukalariga nisbatan o'sha munosabatni saqlab qoldi. Ya'ni Halil sultondan taxtni qaytarib olgan holatda ham uni o'ldirmadi. Ya'ni o'sha o'zini o'sha otasini vasiyatini, ya'ni o'sha aka-ukalarga bo'lgan munosabatda buzmadi. Bundan tashqari Shohrux Mirzo o'sha Samarqandda yoki bo'lmasam Xurosonda eng birinchi e'tiborini qaratgan narsa toju taxt uchun kurashlardan keyin xalq juda ham charchagandi. Aynan u ko'proq e'tibor berdi o'sha iqtisodiyotni tiklashga, qishloq xo'jaligini tiklashga, ta'limni, fan, madaniyat, san'atga alohida e'tibor qaratgan holatda mana Shohruxning o'g'li aynan ilmni sevuvchi, demak ma'rifatparvar, ham hukmdor, ham olim bo'lib yetishganini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni Shohrux Mirzo ilm ahliga ham alohida e'tibor qaratgan va o'g'liga ham mana shu ham dunyoviy, ham demak diniy bilimlarni o'rganishga hamma sharoitlarni, imkoniyatlarni yaratib bergan va xalqning o'zi ham qaysidir ma'noda faqatgina Shohrux Mirzogina mana shu Xuroson va Mo'ron Nahrda tinchlikni o'rnata oladigan shaxs sifatida ko'ra olgan. Agarda tarixga qaraydigan bo'lsak, biror marta mana shu Shohrux Mirzoga ham xalq tomonidan isyon yoki e'tiroz bo'lmaganligini ko'rishimiz mumkin. Boshqa hududlarga nisbatan, ya'ni mana o'sha Halil sultonga qarshi Farg'ona, Turkiston, ya'ni Shayx Nuriddin, Amir Xudoydodlar demak isyon ko'targanda, hatto o'zining ukasi unga qarshi chiqqanligini ko'rishimiz mumkin. Lekin mana shu Shohrux Mirzoga qarshi xalq tomonidan e'tiroz yoki isyonlar bo'lmagan, kuzatilmagan. Mana bugun biz Temurning vorislari haqida suhbatlashdik. Shu o'rinda tarixchi Liangli shunday ta'kidlaydi: Amir Temur o'z taxt vorisiga saltanatni qo'shib, undanda qimmatbaho meros, ya'ni imperiyani, davlatni saqlash san'atini ham meros qoldirdi deya Temur tuzuklariga ishora qiladi. Amir Temurning vorislari, avlodlari Temurdan so'ng Temur tuzuklariga nechog'lik, qay darajada amal qildi? Qisqagina xulosaviy fikrlar bilan bugungi ko'rsatuvimizni. Temur tuzuklari haqida gapirganda 18-asrning eng buyuk siymolaridan biri bu tarixda Napoleon Bonapart.
demak Fransiya imperatori. Mana shu Fransiya imperatori eng ko'p sevib mutolaa qilgan, o'qigan kitob bu Temur tuzuklari ekanligi isbotlangan. Temur tuzuklari kitobi 15-16 asrlardayoq demak ispan, fransuz tillariga tarjima qilinib, Yevropada demak mashhurlikka erishgan. Va mana shu Temur tuzuklarida o'qigan har bir inson Temurni shaxsiyatini avvalambor o'rganib chiqadi, uning demak qanday davlat qurganligini tanishib chiqadi va Temur davlatga bir oila sifatida qaraydi. Bugungi kunda Temur tuzuklarida ahamiyatiga qaraydigan bo'lsak, har bir yigit demak oila rahbari. Har bir oila bu davlatda, jamiyatda bir muhim ahamiyatga ega bo'lgan bo'g'in. Va har bir mana shu oila rahbarlari bo'lajak yoshlarimiz bugungi kunda Temur tuzuklarida o'qib chiqqan holatda mana shu buyuk Sohibqiron bobomizning o'gitlari, nasihatlariga amal qiladigan bo'lsa, demak mana shunday buyuklikka, mana shunday shon shuhratga, mana shunday yetuk shaxs sifatida shakllanishga xizmat qiladi va bunda o'rni beqiyos. Rahmat. Bugungi ko'rsatuvimizda ishtirok etgan barcha tarixchi, mutaxassis olimlarimizga minnatdorchilik bildiramiz va shu kabi mavzularda suhbatlashishni niyat qilib qolamiz. Qadrli teletomoshabinlar, siz O'zbekiston tarixi telekanalida Tarix maydoni ko'rsatuvini tomosha qildingiz. O'ylaymizki, bugungi dasturimiz orqali o'zingizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni ola oldingiz. Uchrashguncha salomat bo'ling. O'zbekiston tarixi telekanalida qoling.